Omad quvib solganda yomon, taqdir baxtdan olganda yomon, inson qadri pullik zamonda erkak pulsiz qolganda yomon. Assalomu alaykum, Tanir o'choq muxlislari. Sherda Tanir o'choqqa aloqasi yo'q. Ishimizga baho berib qo'yasizlar. Mana Toshkent shahridagi tandir o'choqlarimiz ham bitta. Baho berish sizlardan, ijod bizdan. Xudo xolasa bundan-da zo'r ijodlarimizni qo'yib boramiz, kuzatib borasizlar. Niyat qilganlar uchun. Bu tandir o'choqlarimizga 450 ta g'ish ketdi fasad ko'rinishiga. 350 ta maloshni, 100 ta cho'kka ranglaridan. 10 kvadrat kafel, 2 ta qozon, moyka, gaz plita. Gaz plitalar ham ajoyib bo'lib tushdi. Xudo xolasa ancha yil shu xonadon yaxshi kunlarida xizmatda bo'ladi. Kimki havas qilib chaqirsa, albatta xizmatda bo'lamiz. Xursandchilik kunlarida tanir o'choqlarimiz ham xizmatda bo'ladi. Ayol pul topsa, o'zidan ortmaydi. Erkak pul topsa, o'ziga ortmaydi. Erkaklar pul topaversin, barakali bo'laversin. Bizni chaqiraversin, borib mana shunaqa ajoyib tanir o'choqlarni qurib beraverik. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini qimmat debdi bir ikkita kuzatuvchilar. Ishga yarasha maosh to'lanmagandan keyin maoshga yarasha ishlash boshlanadi. Ishimiz narxiga arziydi. Borib qilib berganda o'zlaring guvoh bo'lasizlar. Bu holatga olib kelish o'zimiz. Mehnatga yarasha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Bundan da ajoyib ishlar xudo xolos qo'yib boramiz. Tandirlar ham ichki qismlari ko'rsatishdan chiqibdi. Mana umuman yorilmagan. Mana bitta ham yoriq tushmagan. Ajoyib bo'lib pishirib oldik tandirlarni. Hammani ishlariga rivoj. Kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.